Tezkor xabar: O'zbekistonda suv toshqini. Azizlar, ushbu xabar boshqalarga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosib, videoni oxirigacha tomosha qiling. Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida 90 dan ortiq uyni suv bosdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 1-may kuni soat 21:41 da 112 tizimi orqali Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida tumanning Boruq, Dasht, Yangi Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inlarining ayrim ko'chalardagi 90 dan ortiq aholi yashash xonadonlarining tomorqalariga yomg'ir suvlari kirgani to'g'risida Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushgan. Shu zahotiyoq hodisa joyiga Farg'ona viloyati Favqulodda vaziyatlar bo'limi, viloyat va tuman hokimligi vakillari yetib borib, hodisa oqibatlarini bartaraf etish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, bartaraf etish ishlariga barcha zarur kuch va vositalar jalb qilingan. Vaziyat to'liq nazoratga olingan. Ushbu hodisa oqibatida fuqarolar orasida tan jarohat olganlar yo'q. Mazkur vaziyat oqibatlari qisqa vaqtda bartaraf etiladi, deyiladi xabarda.